Hammaga assalomu alaykum, Xorazm uylari kanalining obunachilari. Bugungi videomizda Urganch Ray Centerdan 4 xonali kvartiramiz sotuvga chiqib turibdi. Yana manzilini tushuntirib o'tadim bo'lsam, mana chiqib o'ng aylansangiz, to'g'ringizda Abbos apteka chiqadi. O'ng tomoningiz hokimiyatga chiqadi, chap tomoningiz esa Ray Center bozorlab chiqadigan yo'l. Shon tomondan kelaverishlaringizda birinchi pod'ezd 4-etajda 4 xonali kvartira, ya'ni 82 kvadratli kvartiramiz sotuvga chiqib turibdi. Video davomida kvartiramiz xonalarini ko'rsatib o'tamiz. Videomizni o'sha kvartira qidirib yurgan do'stlarimizga jo'natib qo'ysangiz, agarda yordamimiz tekkan bo'lsa, juda ham xursand bo'lamiz. Xo'p do'stlar, kvartiramizga keladigan bo'lsak, 4-etaj chap tomonda joylashgan bo'ladi. Kvartiramiz 82 kvadrat metrli. Görüp tuanыңыздың, gireningizin sizni katta bir dalan desek ham bo'ladi, yana ajoyib qana. 4 xonalı. Sizlar birin-ketin xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Shunday bir like'larni bosib, kimda kim uchun Urganch Ray Center tomonlarda 4 xonali kvartira qidirib yurgan bo'lsa, shu videoni yuborib qo'ysangiz, kelinglar, boshda xonalardan ko'rsatib o'tsam. Don tomonimizda zalimiz bo'ladi. Zalimizda ham katta televizorlari qo'yilgan ekan. Xullas, yashashga tayyor. Bemalol kelib sotib olsangiz, yashayverasizlar. Endi navbat ikkita spalniyani ko'rsatib o'tamiz. Bu ham tomonimizda bir kichkina spalniy, bu yonimizda ham shunday razmerdagi bir spalniyamiz bo'ladi. To'g'rida shkaf uchun bu garderob bo'lib turib, taxla bazalar ham bo'ladi. Bu to'ladi. Şimdi yaparız. Bu birinchi spalniy xonamiz. Ikkinchiga o'tsak. Bu yan tomonimiz balkon, ham kuxnya, ikkalasi bir. Manzilini yana bir ko'rsatib o'taman sizlarga tepadan. Imanda yana to'g'ringizda Abbos aptek. Shuni sal baroqinda yo'l bor, ichana kiradigan yo'l bor. Shu ichana kirasizlar, ozgina yursangizlar, chap tomoningizda yashil dom. Telefonga kelishsangizlar, balkim narsalar qoladigan narsalar bordi. Ekranda egana nomeri bo'ladi do'stlar. Ben tomonimiz ovqat pishiradigan joyimiz qo'shamiz. Tualet banasini ham ko'rib o'tsak. Yanimizda banamiz, kotol bu yerda qo'yilgan kir yuvish mashinasi. Bu yan tomonda tualet. Manzilimiz Urganch Ray Center, Abbos aptekning to'g'risidan kirib, chap tomonda yashil 4 etajli dom bo'ladi. Ekranda egana nomeri, bemalol telefon bog'laninglar, narxini kelishinglar. Kimda kim shunday kvartira qidirib yurgan bo'lsa, do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lardik. Hammaga katta rahmat. Sog' bo'linglar.